Uyg'urlarning kiyim-kechak an'anasida gullik ipak rəxt kiyimlər çoğ salmoqni egallaydi. Bo'libmi, Uyg'ur ayollari har xil gullik va naqshli ipak rəxt kiyimlarni yaxshi ko'radi va ativalaydi. Bu ahvolni Turkiy tillar divonida qilqinlay qiliqinlinay desa qizil kiyar, yaray desa yeshil kiyar. Turkiy tillar divoni 1-tom 512 bet degan tamsil bilan suratlagan. Uyg'ur xalqining o'ziga xos go'zallik qarshida nisbiy holda qizil rang xushallik va shodlikning, oq rang soflik va qutlukning, sariq rang parishonlik va g'amkinlikning, ko'k rang yoshlik va baxt saodatning, qora rang qayg'u alam va musibatning simvol qilingan. Mush qarashlarga asosan jinsiy ayrimlikqa, yosh quramga, kasbiy aloyidlikka, o'yin martabaga, fasl xarakteriga va turmush ehtiyojiga asosan farqli kiyinish odatlari shakllangan. Ayollar qarata ish taqsimoti jihatdan o'xshamaslik, go'zallik talabi va psixologik holati jihatdan o'xshamaslik qatorliq sabablar tufaylidan qadimdan tortib va ayolning kiyinish odatimi ro'shan farq borliq kelgan. Masalan, odatda Uyg'ur ayollari gullik raqslardan uzun ko'ylak ustiga tik yoqiliq jiletga yoki tovar jiletga, izmilik kamzul chapon qatorliq gullik kiyimlarni kiyishga odatlangan. Erler bolsa gülsüz sidam rəxtlərdən köpürək oq, qara, qara kök, kül rəng tizini besib turadigan, oldi uçuq tonç köңlək yoki əsərlik tonç çapan, uzun iştan, kaşa, tögü yungdan toqulğan 5-10 sm kenglikli belbaq yoki rəx bilan belini bağlab sol biqiniga g'ilablik pichoq asadi. Balalar va yoshlar ko'proq tila yoki börək yoqili xalta köңlək va kamzul chapon kiyadi. Köңləkning yoqisi ve oldi peshiga milliy uslubda ranglik ip bilan kanu ishlagan ko'ylaklarni yoshlar texmi yaxshi ko'radi. Kiyinish odati tarixiylikka ega bo'lib, davrning o'zgarishiga ergashib kiyim-kechakdimi nisbiy holda o'zgarish hosil bo'ladi. Jumladan, jug'rofiylik sharoit va turmush saviyasi jihatdagi farqlar tufaylidan kiyim-kechak jihatdimi ba'zi farqlar bo'ladi. Masalan, Uyg'urlarning hozirgi kiyinish odati bilan o'tmishdagi kiyinish odati shaharliklar bilan yezliklarning kiyinish odati ma'lum farqlarga ega. Bosh kiyim. Har qaysi millatlarning turmush aloyiligi, jug'rofiylik shart-sharoiti, diniy e'tiqodi, madaniyat saviyasi va go'zallik qarshi qatorliq taraflarning o'xshamasligi sababli ularning kiyinish odatida ro'shan milliy farq kelib chiqadi. Uyg'urlarning milliy kiyinish odatida bosh kiyimning roli nihoyat cho'ng. Uyg'ur erlari 4 faslning hammasida o'xshamagan bosh kiyimlarni kiyishga, ayollari umuman beshiga yog'liq silishga yoki do'ppi kiyishga odatlangan. Ish qilib bosh kiyimsiz yurishni Uyg'urlar yomon ko'radi. Bo'libmi nazar chiroqqa borganda mayli yoki ayol bo'lsin, cho'qim bosh kiyim kiyish shart. Xalqimizning an'anaviy qarshida umuman ommaviy marosimlarga bosh kiyimsiz berish bir xil hurmatsizlik va adabsizlik hisoblanadi. Rayon farqi, kasbiy farq va yosh quram farqi tufaylidan Uyg'urlarning bosh kiyimlari nihoyat ko'p xillashib ketgan. Shuning uchun kiygan bosh kiyimiga qarab, shu kishining qayerlik ekanligini, qanday kasb bilan shug'ullanganligini hamda yosh quramini bilgili bo'ladi. Uyg'urlarning bosh kiyimi shakl jihatdan umuman qishliq teri to'maq, sidam do'ppa va gullik do'ppadan iborat 3 xil bo'ladi. Bu bosh kiyimlarning har qaysi turida yerlik rayon farqi ro'shan gavlangan. To'maq odatda Uyg'urlarning qishliq bosh kiyimi bo'lib, asosan teridan ishlanadi. Nusxa jihatdan oq to'maq, salva to'maq, so'g'a to'maq, kula to'maq, yingsa to'maqi, keriya to'maqi, sog'an to'maqi, harbiychi to'maq, so'sar to'maq, qama to'maq qatorliq 10 nech xildan oshadi. Har qaysi xildagi to'maqning o'ziga xos aloyidligi bo'lib, nafis va ko'rkam ishlangan. Bu to'maqlarning ko'pchiligi ashlangan yumshoq teridan ishlanib, eg'iz girifkiga sifatli ko'pidan cho'ng-kichik zig'iriq tutilgan. Ba'zi to'maqlarning ustiga qora yoki boshqa rangli raqlardan bir qavat tosh tutilib, astirga terilangan. Har xil to'maqlarning o'ziga xos qilipi bo'lib, uningga to'maqchilikni kasb qilgan hunarvanlarning yuksak mahorati so'ndirilgan. Uyg'ur to'maqlarining egizligi odatda 20 sm atrofida bo'ladi. Ayollarning to'maq farqli bo'lib, ko'proq yoshlangan ayollar yoki bir qadar martabalik ayollar har xil marosimlarga qatnashganda to'maq kiyadi. Bu qama to'maq deyilib, usti qora maxmal yoki qora do'xa bilan qoplanadi. Qasqiniga börekçi şekilde 3-4 cm kenglikdagi ativorli qamidan girvak o'rnatiladi. İchiga yumshoq alteridan astarlik ilinadi.
Bu tumakning tannarxi xeli yuqori bo'lg'achqa, halliq shahar ayollari ichiga ko'proq o'mlashgan. Quloqchimi Uyg'urlarning hozirgi zamon qishliq bosh kiyimlaridan biri bo'lib, shimoliy e, Sharq Turkistonning shimolidagi Uyg'urlar orasida hamda shaharlarda keng o'mlashgan. Sharq Turkistonning janubidagi yez qishloqlarda Uyg'urlarning yuqorqi an'anaviy tumoqlari yanada asosiy bosh kiyim hisoblanadi. Doppa Uyg'urlarning estetik qarashida aks etgan tabiat go'zalligining obrazi sifatida ro'shan milliylik ega bo'lgan yozliq bosh kiyim hisoblanadi. Uyg'ur doppalari nusxasining ko'p xilligi, hunar doppalari nusxasining ko'p xillikligi, hunar san'at jihatdagi nafsligi bilan dunyoga mashhur. Qashqa shahrining doppa bozori go'yoki tuman ming xil rangdor gullar bas-basda echilgan go'zal bog'cha o'xshidir. Qashqa shahrida doppichilik kasbi nihoyat taraqqiy qilgan. Uyg'ur doppalarining turi nihoyat ko'p. Badam doppa, Toshkent doppa, Gilam doppa, Manpu doppa, ilmi gullik doppa, Chiman doppa, to'r bosqan doppa, Marjon doppa, Sidam duxav doppa, Shafaq doppa qatorliq 100 xildan oshidi. Bu doppalar nuqul bosh kiyimli bo'lib qolmasdan, u yana bir xil go'zal san'at buyumi hisoblanadi. Uyg'ur doppalari ichida eng keng omlashqani badam doppa bo'lib, u Uyg'urlarning simvoli hisoblanadi. Badam doppining turlari bir qancha xil bo'lib, hammasiga 4 dona badam shakllik yarim oy nusxasi va jiyakning ustiga ushirilgan gumbaz shakllik gulnaqsh xil tulaliq oq mashut bilan tikilgan. Bu go'yoki oy atrofida jimirlab turgan sonsiz yulduzlarni eslatadi. Gullik va zarbasqan doppilar ayollarga xos bo'lib, uning nusxalarini ko'zni chaqnatadi. Qizil va yeshil duxavidan tikilgan sidam doppilar ko'proq shimoliy Sharq Turkistonning shimolidagi Uyg'urlar orasiga o'mlashgan bo'lib, bu doppilarning rangi Uyg'urlarning rang haqidagi an'anaviy tushunchalar bilan zich munosabatlik. Telpak Uyg'urlarning xilma-xil bosh kiyimlari ichida o'ziga xos alohidlikka ega bo'lgan rayon xarakterlik bir xil qo'l hunarvan san'at buyumi. Telpak faqat Kiriya ayollariga xos bir xil bosh kiyim bo'lib, boshqa rayonlarga asosan tarqalmagan. Kiriya naisi Xotan viloyatining sharqiga, Qaraqurum tog'larining shimoliga, Taklamakan cho'nqumliqning janubiy chetiga joylashgan bo'lib, qadimki Udun davlatining madaniyat va siyosiy markazi, qadimki Ipak yo'lining janubdagi muhim tuguni. Kiriya Uyg'urlari butkul Uyg'urlarning turmush odatlarini o'ziga mujassamlashtirgandan keyin yana hozirgacha davomlashib kelayotgan o'zgacha kiyinish odatlari bilan kishilarning diqqatini qo'zg'ab kelmoqda. Buning ichida Kiriya ayollarining paranjisi va talpiki hammadan tipik ko'rinishga ega. Kiriya ayollari yog'liqning ustiga kichik talpakdan birini qo'ndirib kiyib oladi. Bundaq kichik talpakning tikilish usuli o'zgacha bo'lib, ostingi diametri 10 cm, ustingi diametri 3-4 cm dan oshmaydi. Talpakning qasqini qora yung ipdan to'qiladi. Osti girvikiga 1 cm atrofida yung ipdan tekshir qilib kirpik tutiladi. Telpakning ichiga ashlangan yumshoq teridan astarlik ilinadi. Telpakning to'piligi uning muhim qismi bo'lib, odatda rangli xangdan tava yoki zar bosgan raxtdan tikiladi. Bu telpak o'zining kichikligiga qaramay, ko'p xil san'at va nafs mahorat talab qiladi. Bundaq telpak yingna yoki yingnimi orqali ayollarning bosh yoqligiga qiypash holda ilindirib qo'yg'achqa xuddi gul bargida echilish oldida turgan Bunchidek ayollarning o'sniga o'sin qo'shidi. Bu kichik telpakning Kiriya ayollar orasida qachondan boshlab ommalashganligi va qanday ehtiyoj uchun ijod qilinganligi haqida aniq yozma yo'q. Ammo kichik telpakning oq yog'liq ustiga qo'ndirilib, yog'liqning bir uchida ko'zdan boshqa yuzining ko'p qismini yopadiganligi uning islom dini bilan bo'lgan munosabatining quyuq ekanligini tushuntirib beradi. Kiriya ayollari aslida bu kichik telpakni o'zining juvon to'pi bo'lgan kundan e'tiboran, juvon to'yi bo'lgan kundan e'tiboran kiyishga boshlaydi. Texi yattiq bo'lgan qizlar kiymaydi. Shunga telpakni juvonlik davrining o'zgacha bir xil belgisi deyish mumkin. Telpakni Kiriya ayollari 4 faslning hammasida kiydi. Bo'libmi o'lim yetim, nazar chiroqlarda, to'y to'kin, hayit bayramlarda, murosimlarda telpaksiz ayollarni uchratish tez. Odatda motam murosimlarida kiyiladigan telpak bilan to'y to'kin murosimlarida kiyiladigan telpak rang jihatdan farqli bo'ladi. Ya'ni motam murosimlariga mos telpakning to'piligi qora yoki qorga moyil xongdandan tikilsa, to'y to'kinlarda kiyiladigan telpakning to'piligi ko'k, yeshil, qizil qatorliq uchiq rangli xongdanlardan tikiladi.
Keriya erlerining umumlashgan bosh kiyimi telpak deb ataladi. Lekin erlar telpiki ayollarning kichik telpikidan farq qiladi. Erlar telpiki tug'ilganiga texi bir qancha kun bo'lmagan qora yoki bo'z qo'zining terisi ko'rpisidan tikiladi. Ya'ni qo'zining yumran terisi ashlangandan keyin uning qasqonliq ilinadi. İçiga yarım qirqitilgan oq yoki bo'z qo'yning terisini astarlik ilinadi. Telpakning osti jikiga 2 sm atrofida tekshirib tutiladi. Töpü tarafiga qora chebar qutdan 4 talaliq qilib to'pilik tutiladi. Qishliqi qililroq salva telpak deyiladi. Yozliqi nepsizrak yozliq telpak deyiladi. Keriya erlari 4 faslning hammasida mushundaq telpakni kiyishga odatlangan. Ular qo'y terisining qishda sovuq o'tkazmaydigan, yozda issiq o'tkazmaydigan o'zgacha alohidaligidan unumli foydalangan. Oyoq kiyim. Uyg'urlarning oyoq kiyimi ro'shan alohidlikka ega bo'lib, asosan qishliq va yozliq deb ikki xilga bo'linadi. Uyg'urlarning xilma-xil oyoq kiyimlari ichida o'tuk asosiy o'rinni egallaydi. O'tuk insoniyat jamiyatining qahramonlik davri deb atalgan otliqlar madaniyat davri bilan munosabatli bo'lib, u aslida O'rta Osiyoning, bo'libmi Sharq Turkistonning an'anaviy mahsuloti. Shuning uchunmi Uyg'urlar orasida mo'zdozlik qadimki an'anaviy qo'lhunar kasblar ichida nihoyat keng ommalashgan. Mo'zdoz so'zi Eron tillaridan o'zlashgan bo'lib, u mo'za o'tik, doz tikmak degan ikki so'zdan tashkil topgan. Qadimki Uyg'ur tilida o'tikchi deyilgan. Uyg'ur tilida mo'zdozlik kasbiga oid atalg'ularning soni 100 ga yaqin ekanligi ma'lum. Odatda Uyg'ur qo'l hunarvan san'ati ko'plab shaharlarga markazlashgan, ammo mo'zdozlik shaharlardan tashqari yez qishloqlargacha keng yayilgan. Uyg'urlarning an'anaviy qarashida putni issiq va namdan xoli quruq tutishni sog'lomlikning muhim omili deb hisoblaydi. Bu sababdan ayollar degidek uyidan taloga chiqsalar 4 faslning hammasida o'tuk yoki mas kalach kipish kiyib yurishga odatlangan. Uyg'urlarning kalchi o'tuk yoki masiga muvofiqlashtirib ko'n, bulg'ar yoki xurumdan maxsus ishlangan bo'lib, Uyg'urlarning turmush odotiga nihoyat moslashgan. Ya'ni Uyg'urlar odatda uyga gilam, shirdoq yoki kigiz silib, ustiga mehmon ko'rpisi silib qo'yadi. Uyga kelgan har qanday bir kishini hurmat bilan ko'rpisiga boshlaydi. Uyg'urlarda mehmonga bo'lsa oyoq kiyimini silib ko'rpisiga chiqadigan odat bo'lmasa-mu, lekin buning rolini ana shu kalach kipish o'ynagan. Demak, kalachni silib etib pokiz o'tik bilan mas bilan o'ltiradi. Natijada uy egasining kigiz kechaklari bulg'anmaydi. Yana bir tarafdan bu xil kalach o'tik yoki masni asrash rolini o'ynaydi. Odatda yoshlar mas kalach kiymaydi. Bundaq kalach masni yashangan muhitlar qish, yoz degidek putini ajratmaydi. Har qanday o'tik yoki mas kiyganlarning hammasi yumshoq oq matoda putiga paytma o'raydi. Bu xil paytma putni namlikdan saqlab, put ta'lashning oldini oladi. Yoshlar odatda kalasiz o'tik kiydi. Bu xil o'tik nafis va mazmun ishlangan bo'lib, ko'pincha kala xurumni tikiladi. Qo'nchi uzun bo'lib, tizig'i chiqadi. Rangi qora, yekay qizil bo'lib, ba'zilarining pashnasi egiz 3-4 sm, ba'zilarining ara pashna 1-2 sm bo'ladi. Tumishqi bo'rakcha ara pashnalik o'tik xalq tilida o'rischa o'tik deyiladi. Tumishqi yuqoriga qarab turadigan qo'sh tumshuqliq o'tik Kavkazcha o'tik deyiladi. Kavkazcha o'tik deyiladi. Uyg'ur mo'zdozlari o'tikning chamini chaplaganda qiyin mix qaqidi yoki mumlangan pishiq ip bilan qo'sh bixi qilib tikidi. Ba'zi o'tiklarning chami bilan petaklikning orasiga g'achildoq qo'ydi. Tog'liq va chorvachilik rayonlarida o'tik o'rnida cho'ruq asosiy oyoq kiyimi hisoblanadi. Cho'ruq ham yengil, ham chidamli bo'lib, yo'l yurishga aplik, bo'libmi tog'liq rayonlarning tabiiy sharoitiga moslashgan. Cho'ruqning pashnasi bo'lmaydi, chami pishiq va qalin bo'lib, ot yoki qo'toz kala terilaridan yasaladi. Qo'nchi asarsiz bo'lib, o'zidan chiqargan ranglik bo'ytasm bilan chigilib qo'yiladi. Cho'ruq nusxasida nihoyat ishlangan bovoq bolalarning yana bir xil oyog'i bo'lib, u popush deb ataladi. Bunda popush nihoyat yumshoq bo'lib, hamda oyog'i chiqqan bovoq bolalarga kiydiriladi.
Uyg'urlarning an'anaviy yozliq oyig'i sandalkash deyiladi. Sandalkash nefis xurum yoki shavrun teridan ishlangachga nihoyat yengil bo'lib, hozirgi zamonning ba'zi setiklik oyoqlariga o'xshaydi. Uyg'urlarning yuqorqidek an'anaviy oyoq kiyimlarini qarxoniylar davrida xotiraga ilingan oyoq kiyim nusxalari bilan solishtirsak, asosan o'xshashlik borligini his qilamiz. Olim Mahmud Qashqari Turkiy tillar divoni nomli asarida uğuq so'zini izohlab, uğuq o'tuk yoki masining ustidan kiyiladigan teri paypoq, paxtar yaxtardakta deydi. 1-tom 91-bet. Bu ma'lumot bizga o'tuk, masa hamda yuqorqi ikki xil asosli oyoq kiyimni asrash uchun ishlangan teri paypoq, amaliyotda kalashdan iborat 3 xil oyoq kiyimning borligini ko'rsatib berdi. Yuqorqilardan boshqa yana turkiy tillar divonida bo'kish deb atalgan ayolcha o'tuk, samda deb atalgan yozliq sandalkash, tizliq deb atalgan hayvon terisidan ishlangan cho'riq tunishtirilgan. Shundoq yana tizildirik o'tukning tumshug'iga zinnat uchun taqiladigan tangilar 1-tom 686-bet degan izoh uchraydi. Bu ma'lumot bizga nihoyat qadimki zamonlardan tortib Uyg'urlar oyoq kiyimi nisbatan yolg'iz putni muhofaza qilish maqsadi bilan cheklanmasdan, balki uni o'zlarining estetik talpiga uyg'unlashtirishga tirishganligini tushuntirib berdi. Uyg'ur o'tiki bugungi kunda yolg'iz Uyg'urlar orasida emas, yana boshqa qarindosh millatlar orasida keng umumlashmoqda. Hatto san'at kiyimi sifatida jahon sahnalarida namoyon bo'lmoqda. Foto bog'lash va chumbal tortish. Uyg'ur erlari beliga foto bog'lashni nihoyat yaxshi ko'radi. Hamda uni erlarga xos mardonalik va chapdaslikning nishoni deb biladi. Odatdagi chog'larda Uyg'ur erlarining fotosi har xil rangdagi yip yoki ipak ranglardan ishlanadi. Uzun qisqaligi birdek bo'lmaydi. Taxminan uzunligi 2 metrdan ko'proq, kengligi 50 sm atrofida bo'ladi. Yosh yigitlar ko'proq qizil, yeshil yoki gullik, yashanganlar qora rangli ranglardan foto bog'lashni yaxshi ko'radi. Foto bog'lash Uyg'ur erlarining an'anaviy tashqi kiyim alohidlik asosida paydo bo'lgan. Bizga ma'lumki, erlarning an'anaviy kiyimi asosan uzun bo'lib, tizni yepib turgan oldi ochiq to'n shaklli ko'ylak yoki to'n bo'lib, uningga tugma yoki izmi qadmaydi. Shunga bu kiyimni beldan foto bilan bog'lash zaruri tug'iladi. Uning ustiga bu xil to'n yoki to'ncha ko'ylakning yanchiqi bo'lmaydi. Shu sababdan foto yana yanchiq rolini o'ynaydi. Uyg'ur erlari doim belidagi fotoga non yoki boshqa lozimatli narsalarni tugib oladi. Yana bir tarafdan olganda, Uyg'urlar belni muhofaza qilishga bek ko'ngil bo'ladi. Belga sovuq tegib qolishdan nihoyat ehtiyot qiladi. Foto bog'lash belni asrashning eng yaxshi chorasi bo'lib, u belga sovuq tegish va sovuq o'tib qolishdan saqlaydi. Qo'rsoq selib kelangsiz samrik bitishning oldini oladi. Uyg'urlar orasida yolg'iz uzun ko'ylak yoki to'n kiygan kishilarla foto bog'lab qolmasdan, kalta chapon yoki xalta ko'ylak kiyadigan yoshlarmi foto bog'laydi. Umuman, foto bog'lash Uyg'urlarning kiyinish odati va estetik tilpi bilan zich bog'langan. Shuning uchun Uyg'urlarning an'anaviy mashrablarida maxsus foto o'yini o'ynaladi. Uyg'ur ayollarining yuziga chumbal tortish yoki bosh yog'liqi bilan yuzini o'rash odati islom dini bilan munosabat bo'lib, aslida islomiyatdan keyin arablar orqali Uyg'urlar orasida tarqalgan. Etnik jihatdan qaraganda yuziga chumbal tortish Pokistonlik bilan yog'liq bilan o'rilish yoki yog'liq bilan o'rilish Arab yarim orolining tabiiy sharoiti bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Arab yarim oroli qumbaralliq qurg'oq rayon bo'lib, kun nuri kuchlik. Shunga arab ayollari yuz ko'zini asrash va qumbarondan o'zini saqlash maqsadida yuzni ro'mol bilan o'ralashga odatlangan. Keyincha islom dinining aqidalari singib ketgan. Islom dinida ayollar g'ayr kishiga yuzini ko'rsatmaslik, ayollar yuzini ochiq talaturga chiqsa nomahram bo'ladi deganga o'xshash shariat fatvolar belgilangan. O'tmishda qoziqlar yuzini yopmay yurgan ayolni uchrashsa, tutib olib darra bilan urgan yoki sazoya qilgan. Bu shundoq diniy vositalar bilan ayollarni chumbal tortishga majburlagan. Uyg'urlar orasida islom dinining ta'siri quyuq va cho'nqur bo'lgan rayonlar asosan Qashqar, Yakan, Xotan qatorliq shaharlarda chumbal tortish bir qadar kengroq avj olgan. Shahardan chetrak yezi qishloqlarda yuzini o'rash umumlashmagan. Yuziga chumbal tortish yoki ro'mol bilan o'rilish asosan ayollar turmush bo'lgandan keyin boshlanadi. Oz sondagi oilalarda bo'yiga yetgan rasiyli qizlarni
yüzünü yopishga majburlagan. Çümbel qara qil ipni to'qidi. Uzunligi 40 sm, kengligi 25-30 sm atrofida to'chchasi bo'lib, bosh tarafida boshqa ilib qo'yilgan ilg'uch ipi bo'ladi. Uni ko'proq oq picha deb ataladigan badanning hamma yerini o'rab turadigan pareji kiydigan boshqa yosh cho'ngroq mo'tvar ayollar yuziga bekitadi. Oq pijisi yo'q ayollar yuziga chumbel tortmaydi. Chumbel o'rniga oq daka, ro'mol yoki to'r ro'molni beshiga selib, shu ro'molning bir tarafi bilan yuzini yopadi. Chumbel yoki ro'mol umuman nepiz to'qilg'achqa ko'rinishga ta'sir yetkazilmaydi. Xitoylar Sharqiy Turkistonni besib olgandan keyin ayollarning huquqda barobarligi ishga oshirildi. Hozirgi Uyg'ur ayollari orasidagi yuziga chumbel tortishdan iborat bu odat tadrijiy yo'qoldi va yo'qolmoqda. Erlar kiyimlari. Uyg'ur orasida texi o'ylanmagan yigitlar soqol burtiga to'xtatkizmaydi. Beliga qizil yoki gullik bo'ti bog'lab, yeniga g'ilofli pichoq osadi. To'y qilgandan keyin burtini yastib, chashqan burt qo'ydi. Ammo soqol qo'ymaydi. O'tib kiydi. Xotinini qo'yayotgan bo'ytaq yigitlar beliga sariq bo'ti bog'laydi. Bu bo'ytaq ekanligining ishorati. Odatda bolliq bo'lgan erlar kichik kak soqol, bo'dak soqolmi deyildi, qo'yib oladi. Nəvirlik bo'lganda burti bilan soqolni to'shtiradigan nuqtali soqol qo'ydi. Ham daqal ostin kalpuk tikini qo'yitdi. Beshiga badam do'ppa yoki boshqa qildagi gullik do'ppa kiydi. Yashangan erlar cho'ng soqol qo'yib, gullik do'ppa kiymay qora yoki yeshil silam do'ppa kiydi. Taqvodorlar bo'lsa beshiga salla o'raydi. Uzun to'n chapan kiydi. Umuman 40 yoshdan oshgan erlar o'ziga loyiq soqol qo'ymasa, ammarsida so'z cho'chakka qoladi. Söz ko'rki maqol, ko'rki soqol degan tamsil musholatda qartilgan. Yuqoridagi belgilarga qarab erlarning o'lchimi turmush ahvoliga baho bergil bo'ladi. Qadimki san'at kiyim-kechaklari. Kiyinish odati hayotlik ehtiyojidan kelib chiqqan bo'lib, u badanni muhofazat qilish va o'zini bezashdan iborat ikki muhim etnik aloylikka ega. Kiyinish odati yolg'iz tarixiy varischanlikka ega bo'lib qolmasdan, shundaqla yana davr taraqqiyotiga ergashib yangilanib turadi. Qadimki tarixiy xotirlar va arxeologik materiallardan ma'lum bo'lishicha, Uyg'urlarning qadimki kiyinish odatlari hozirgidan nihoyat zo'r farq qiladi. Alayliq Suy tang davrlarida san'at kiyimlari har qaysi rayonlarning farqli bo'lib, Qashqar ayollari ashmi choch, yon manglay, cheki manglay choch qo'yib olgan. Beshiga oltin naqshli qisqa gullik toj, gullik jig'i qadgan. Qo'liga uzuk, bilayzik selib, bo'yniga marjon, zunnar asqan. Gullik uzun ko'nglak ustiga oldi pesh yaqinlarga kalvutun yip bilan naqsh o'yilgan kamzul jild kiygan. Putiga gul pushqaqli tambal va qo'sh tumshuqli qizil o'tik kiygan. Erlar bo'lsa to'n, pashmat, yektak, oldi peshlari va yaqayanglari gul naqshlangan ko'nglak, gul pushqaqli tambal, qizil o'tik, gullik do'ppi kiygan. Soqol burt qo'ygan. Bellarga pota, belvog' va naqshli kamar bog'lagan. Yeniga xanjar asqan. Kucha ayollari igiz turma choch, yon manglay choch, cheki manglay choch, gechsim, budur choch va ashmi choch qo'yib, beshiga oltin jirg'a, gul qadoq, gullik toj qadgan. Qo'llariga uzuk, bilayzik solgan. Beliga naqshli kamar yoki pota bog'lagan. Putiga qizil, qora o'tik yoki basmoq kiygan. Ustiga nimchi kamzul, jilitga gul puchqoq tambal kiyib, ustiga to'r yopiq tortgan. Erlari gullik aranchi ko'nglak, do'ppa, gul puchqoq tambal va rara o'tik kiygan. Soqol burt qo'ygan. Ayol san'atchilar chekisini qadimki Uyg'ur an'anasi bo'yicha qora tovar yog'liq bilan tengib olgan. Bundaq kiyinish odati Qarxoniylar davriga kelganda yana ma'lum o'zgarishlar yasagan. Bu holni biz tarixiy roman Ustuq Bug'roxonda tasvirlangan shahzodaning tövandagi tasviriy suratidan ko'ra olamiz. Beshining cho'qqisiga tur maklavalgan yirik qora uzun chechini bostirib, kalvatun bilan kashti besilgan Taytulla bo'g'micha chekigan, uchiga yeshil ipak to'n kiygan, to'nning tuz yoqasidan etkigacha oltin rang mashdan kashti tikilgan, xuddi shundoq kashta kang yengidinmi jinolanib turdi. Oltin to'g'liq kangligi 4 ilik keladigan ipak balvog'ining o'ng tarafida 3 g'arich uzunlikda kumush qilich, 3 sapli xanjar esilgan. Uning sepiga sadaf qo'yilgan.
Jüp tilliq qamchisini atqa urmay pat-pat silkib qo'yishi va ushliq to'mishqiga mis qoplangan tushdan ishlangan devid kuchi bor o'tiklik oyg'i. Mana bu tasvirlar Qarxonilar davridagi Uyg'urlarning kiyinish odatidan xabar beradi. Uyg'urlardagi har qaysi yurt odamlarining mijoz xulq to'g'risida biroz aram olayli. Sel turib buni davomlashtiramiz inshaalloh.